Ben ismim Arifcan, familiyam Jumaxonov. Arifcan Jumaxon. 1942 yılı ana vatanımızdaki Gulcu nahiyesinin 5-10 degan yerisi tug'ilgan ekanman. Ben ata-onamdan kichik yetim qolgan. Onamni bilmayman. Otam 55-yili men 5-sinfda o'qiyotgan vaqtlarimda vafot bo'lib ketgan. Bunun üstüne bir ailede birli baladım. Ben başka qaraydigan hech kimim yo'q. O'qib, onu bitirib, taqdir taqazza yaydigan tuz nasiba mashaqlarga chechilganmi? Balalıqdan ana vatanimdan ayrılıp ketdim. Qozog'iston vaqtida sobiq Sovet davlatining respublikalari bo'lmuş. Biz Qozog'istonga kelib, bu yoq kesganning sababi hammamizga belgili bir Sovet ittifoqi desa, uning oldiga o'tadigan boshqa bir mamlakat yo'q. Shunchalik bir muhabbat bilan qaratdik yoshligimizda. Biz Sovetga o'qisak degan armon bizda bor. Shu armon bilan yolg'izlikdan, bolalikdan chiqib ketib qolib, o o'qish degan armonimga yetamadim. Bir elib men o'ylabdim-da, u yoqlarda kino, jurnallarda faqat Sovetning yaxshi tarafini ko'rsatamazmi? Biz aşı yakıp verip okuyayım degan ümit bilan chiqib, yo'q. Men bu yoqda mol vaqtim. Qaşa to'rab, mol vaqib, kesak quyib, shunday yurib, hatto o'zimning Uyg'urlarimni topolmay qolgan yerlarim bo'ldi. Voy bu qani bu Uyg'urlarimda. Axir mana Uyg'urlarimni malqi ot aylanib qo'zig'ini topadi degandek, men asta-asta yolg'iz beshim bilan Uyg'urlarimni tepib oldim. Yerkattiga kelib, kömür konak zavodiga kirib, zavodda ishchi bo'lib ishladim. Elki armonlarim o kök uçup ketdi. O institutlarda o'qiydigan degan armon o menda yo'q. Yolg'iz beshimga zavodda ishlab, kalibrishni deb bir zavod bor Yerkatda. Kömür konakni qilaydigan cho'ng zavod bo'lgan Sovet hukumat. Shu zavodda ishlab ömrümüz o'tib ketdi-da mana. Endi aytganda o'zim 70dan ishib ketdik. Aşağıda ishlab pensiyaga chiqib 3 oğlum var. Bir oğlum ölendi, kelinlerim, nevrilerim var. Ben şu hayatka özüm razı olup kaldım. İşte. Endi onun ki başka özüm işçilikten başka özümden ançımıca ama şiiriyet gibi olan hevesim var. Ben tonulgan, icadi cihetten kiliplaşkan yazgıcı yak şair emesmen. Fakat kızıkış. Ben kolumda kalemle taşlamadım. Zavodda işlesem mi, eğer işlerde işlesem mi, oyunga kelgan narsani kalem qog'ozga tushirib qo'yardim. O o'zimizning rayonning gazetida Uyg'ur ovozi burungi kommunizm tug'illarga chiqatdi. Ayrim kitob bo'lib chiqmadi, shoirlarning to'plamlariga qo'shdi, onunga chiqdim. Lekin sabit degandek o'qish degan bir cho'ng nimalarga armonimga yetamay qolib ketdim. Mening bir amalga oshmagan armonim shu. O'qishga armonimga yetmasammi, men qalamni tashlamay, shu she'ri qo'shiqni yozib qo'yganim bor. Qaysi turda she'rlarni yozishni? She'r millatlar inoqligi, ana tilimiz, do'stlik ham vatan mavzusida she'r bo'ladi. Maş keyingi vaqtlarda ba'zilar deydi, biz Uyg'ur xalqini Oğuzxon bo'g'imiz Uyg'ur deb ot qo'yibdi ekan. Deydi qanday shuni o'qiymiz. Uyg'ur degan so'z uyushqon, inoq degan belgi qo'yibdi. Mening tushuncham bo'yicha shu nomga loyiq bo'lib yetishmaganda bir xalqda bilinib qoldi menga. Nimishga desa, ba'zi vaqtlarda inoqligimiz yo'qdek bilinib ketadi. Bir-birimizga boshqa millatlarga qaraganda bir kamçılığımız, şu inoqligimiz yo'qmikin deb ketaman. Onun ayrim paket qo'yolmasam mı, ba'zi bir yerlarda shunday bir o'ylarga kelib qolaman. O'zimning shu haqida yozgan bir she'rim bor, o'qib beray desam, tinib qolmayman deyapman. Mayli, tinib qolsin. O'qimasam ag'ach kelatdim-da. O'qitma bir qilib o'qiting, bo'lsa Şair bulup şairane fikrim bilen, kol köksümde kaynak kızık mihrim bilen,
Hammanglarga mening aziz Uyg'urlarim, yurak sirini izhor etaman she'rim bilan. Uyg'ur degan qalbi daryo keng xalq biz, mislsiz tog' dengizlarga tang xalq biz. Mushkullarga bo'yin egmas irodalik, do'stga inoq, bakmi esil on xalq biz. Maqtansak maqtang'idek haqqimiz bor. Tarixga mashhur Uyg'ur xalqimiz bor. Biroq o'ziga o'zi xo'ja bo'lgan boshqalardan o'ylanglara, ajab bizning farqimiz bor. Farqimiz shu, moyil emas biz ijilliqqa. Shu yerimiz qo'ydi bizni xijilliqqa. Minsak boylik yoki mansab dulporiga gidaraymiz, o'rin berib shu yotqiliqqa. İzdemayman odamlarning yomonini, biroq aytay men ularning armenini. Ba'zilar bor millat donqini ko'targandan afzal ko'rdi obro'y atoq boyligini. Qo'shilib doim shular shu odatga, qo'yishgan o'z qalbini xushomatga. Ularga umid qilib tizgin bersang, o'gitudi senimi shundoq ibodatga. Shuning uchun ketalmasdan yetilib biz, qoldik boshqa karvonlarga chetilib biz. Magnetdek tartish kuchimiz yo'q bo'lg'achqa, ketdik har yon tarix bo'lib chechilib biz. Aytinglarchi, bormi bizdek chechilganlar? Taqdir to'ni o'zga elda pichilganlar. Aytinglarchi, bormi bizdek vatansiz bo'lib, armonlari amalga oshmay puchilganlar. Aramızda yamanlar ko'p yaxshilardan, azar chekidi pok dilimiz naqshulardan. Hazar aylang mansab xumor shuhrat parast, xushomatchi quruq so'zlik baxshilardan. O'zimizga ega bo'lib o'zlarimiz birlik bilan maqsaq yutmas izlarimiz. Mirosiga ega bo'lib ajdodlarning o'ssin deyman mag'rur o'g'il qizlarimiz. Bu mening birlik to'g'ri yozgan she'r. Ana uni vatanga kirish imkoniyatiniz bo'ldimi, kelgan nimalarni ko'rdingiz yoki kuzatib bo'lmadimi? Men bu yoqda cho'nglarim ham tugab ketgandan keyin u yoqqa kiraman demasam bo'ldi endi. Vatanga kirish imkoniyatim bir qitim qanchinchi yili birli kirib chiqdim. Shundan keyin meningda shu iqtisod yaratdim. Mayadilqi Sovet hukumatining xizmati o. Batinni xidab bir g'o'ljida tuqqanlarimni ko'rib chiqdim. Mena hech nimam yo'q, endi boshqa tuqqanlar ular o'lib ketdi, cho'nglari yo'q. Shundan keyin kirmadim. Vatanga boramadim. Ko'nglingni tatmaydi ekanda, o'zing otang yoki onang, bolam degan bir nimang bo'lmagandan keyin endi vatanni Yarkentdagi cho'nglar haqida biroq so'zlab beramiz. Mesela siz kelgan vaqtlarda kimlar bor, cho'nglarning kimlarni ko'rdingiz yoki keyingi vaqtlarda? Men Yarkatga kelibla zavodda ishchi bo'lib yurgan vaqtlarimda birinchi ko'rganim Ahmadjon Sodirov degan o'zimning muallimimni ko'rdim. Mening she'riyatga bo'lganimga ash sababchi. Ahmadjon Sodirov jurnalist, o'zimizning gazetda ishlatdi. Tuyuqsiz uchrashib qoldik-da, "Hoy, Oribjon. Sen bu yerda mana taqdir o'lamachaq chiqib qoldik, o'sha ko'ch yillarda endi." Shuningdan keyin men ancha-muncha redaksiyalarga berib, ishimni tashlamayman. Onunga havas qilgan she'rlarim bor. Ajnaq qilib, birinchi mening uchrashgan adimim, ustozim, urug' tuqqanimdek urib ketgan, u vafot etib ketdi marhum Ahmadjon Sodirov degan kishi. U orqali Xililkam Hamroyev tanimsizlarki, donglik shoirimiz Xilil Hamroyev bilan tanishdim. Xililkamning 50 yilligini, 60 yilligini mana shu Sobit domillamlar bilan birga o'tkazgandim Manbamashada. Mana ta'sir qilgan, she'riyatga bo'lgan havasimga kuch qo'shgan kishilar shu. Boshqa hech qanday bir cho'ng bir nimalar bilan uchrashmabdiman ham. Kerak desa Toshkent, Purun deganni anglig'im bilan oshaqlarni ko'rmadim men. Men yerga tiqib ketdim. Shu sizning filmni ko'rish imkoniyati bo'lgan butun dunyodagi cho'ng kichik Uyg'ur qarindoshlari ichingizda nima so'zingiz bor, nima yurak so'zingiz bor? Uyg'ur xalqi dunyoning hamma yerga tarixda kechirib ketdi, uni bilaman. Uni hammamiz bilamiz. Uning birinchisi o'z vatanimizga patmay
amalının yo'qidan ketgan bo'lsa, yana birlari hozirgi zamonga moslashib tijorat bilan ketib qolgandi deb o'ylayman. Ular endi o'zining armonini o'zi biladi-ku, ularning o'z yo'llarini. Mana biz Uyg'urlar bo'lmagan mamlakat yo'q deyman hozir. Men bularda ikkiga bölüme bunu. Biri takdir taqozosi bilan tuz nasibi şaqlag'i chechilgan amalni yo'q edin ketgan. Yana birileri savdo tijorat. Tijoratni qilmas bo'lmaydigan işte. Shu sabablar bilan vatandan ajrab ketib qolganlardir degan o'ydaman. Endi Xudo ish qilib qayerda bo'lsak bo'layli, urf-odatimizni, eng muhimi ona tilimizni, farzandlarimizni ona tilida o'qitish mumkin. Mesela Qozog'istonda bizga hamma mumkinchilik bor. Qozoq xalqidan biz rozi, Qozoq hukumatidan bizga mumkinchilikni berdi. Biroq oshini o'z loyig'ida ishlatish o'zimizga bog'liq. Mesela bizning bolalarimizni o'zimiz Uyg'ur tiliga bermay, o'zimiz boshqa maktablar beradigan odatlar bormi yerkatda. Mayda Uyg'ur maktabi tutsa, O'ris maktabiga, yana bir maktabiga berib, men oshininga norozi. Öz farzandimizni, öz nevrelerimizni ana tilida berib o'qitsak, o'zimizning ana tili yo'qolmas ekan. Ana tili yo'qolmadi degan so'z, millat yo'qolmadi degan so'z. Millatimiz mavjud bor degan so'z, u bir kunlari Xudoyim qolgan armon orzusiga yetkazdi degan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bugungi Hayat Şahitler söhbət proqramımız müşahidə yaxlaşdı. Xeyir xoş, kelər qitimliq sanımızı görüşəyli.